Mana xudo xohlasa patolochni kanalizatsiya solamiz bo'ldi. Mana shu yerdan tashqariga chiqarib yuboramiz kanalizatsiyani. Burilishlar polniy po'lat o't ishlatganmiz. Taraflarga sifon qo'yganmiz, hammasiga hid chiqmasligi uchun. Bu yoqda ham sanzel bor, ham kuxna bor. Kuxnani отдельно qilib olib chiqib ketyapmiz kanalizatsiyasini. Mana radiatorlarimiz ham qo'yilgan podvalga. Mana ikkinchi etajimizning patolochni kanalizatsiyasi. Ikkinchi etaj esa sanzelni kanalizatsiyasi. Shu yerdan tushib ketyapti pastga. Mana kanalizatsiyamiz chiqyapti podvaldan. Shu yerdan tushib ketyapti podvalga kanalizatsiya. Bu yerdan o'tib ketyapti bu tomonga. Bu hid chiqib ketishligi uchun qo'yilgan bu narsa. Tepaga hid chiqib ketadi. Unitaz tomoni chachagandek. Demak,